Shoshilinch va dahshatli xabar. O'g'lining jasadini kutgan onaga almashtirib, boshqaning jasadi berib yuborilayapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tomoni harbiylar jasadlarini almashish chog'ida Ukrainaga Rossiya va boshqa mamlakatlar fuqarolarining jasadlarini Ukrain harbiylari sifatida topshirganligi ma'lum qilindi. Bu haqda 21-iyun kuni jurnalistlar bilan o'tkazilgan brifingda so'z ochdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, hozirgacha o'rganilgan holatlarda 20 ta jasadning aslida Rossiya yoki boshqa davlatlar fuqarolariga tegishli ekanligi aniqlangan. Masalan, ular bizga Ukrain harbiylari deb bergan jasadlar orasida Isroil fuqarosi bo'lgan yollanma askar ham bor edi. Uning yonida Isroil hujjatlari bo'lgan. Ular esa bizga faqat ukrainaliklarni borligini aytishgandi. Ammo bu yolg'on va bu holat rasmiy qayd etilgan, deydi Ukraina rahbari. Qolaversa, Ukraina prezidenti bu kabi holatlar takroriy bo'layotganligini ta'kidlagan. Shu orada Rossiya prezidentining yordamchisi va Ukraina bilan muzokaralardagi delegatsiya rahbari Vladimir Medenskiy Ukraina tomonidan ilgari surilgan jasadlar almashuvidagi begona shaxslar topshirilganligi haqidagi ayblovlarni qat'iyan rad etmoqda. Uning aytishicha, Rossiya o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarni to'liq bajarib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-iyun kuni Ukraina Rossiyadan 1200 nafar halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning jasadini qabul qilib olganda, 16-iyun kuni esa Ukraina Rossiyadan yana 1245 qurbonning jasadini qabul qilib oldi.